Diqqat qiling, tezkor ob-havo ma'lumotlari. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi respublikamiz hududida 27-martdan 30-mart kunlariga bo'lib o'tadigan ob-havo ma'lumotlari e'lon qildi. Respublikamizning barcha hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida 27-mart kuni yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 28-30-mart kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol g'arbdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. 27 hamda 29-mart kunlari ba'zi joylarda shamolning tezligi 13-18 metrgacha kuchayishi mumkin. Haroratlar kechalari 27-29-mart kunlari 10-15 daraja iliq. 28-mart kuni esa 12-17 darajagacha ko'tariladi. 30-mart kuni esa 8-13 daraja iliq bo'ladi. Kunduz kunlari 27-mart kuni 27-32 daraja iliq. 28 hamda 29-mart kunlari esa 17-22 daraja iliq bo'ladi. 30-mart kuni esa 20-25 daraja iliq bo'lib turadi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. 27-28-mart kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 29-30-mart kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol g'arbdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Ba'zi joylarda shamolning tezligi 13-18 metrgacha kuchayishi mumkin. Ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatiladi. Haroratlar kechalari 27-29-mart kunlari 12-17 daraja iliq. 30-mart kuni esa 10-15 darajagacha ko'tariladi. Kunduz kunlari 27-28-mart kunlari 25-30 daraja iliq. 29-mart kuni esa 17-22 daraja iliq bo'ladi. 30-mart kuni esa 19-24 darajani tashkil etadi. Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol g'arbdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar 27-29-mart kunlari kechalari 12-17 daraja iliq. 28-mart kuni esa 14-19 darajagacha ko'tariladi. 30-mart kuni 10-15 daraja iliq bo'ladi. Kunduz kunlari esa bu holat 27-mart kuni 27-32 daraja, 28-mart kuni 23-28 daraja, 29 hamda 30-mart kunlari esa 20-25 darajani tashkil etadi. Respublikamizning vodiy hududlarida, ya'ni Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi, faqatgina 29-mart kuni ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Shamol g'arbdan sekundiga 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 27-28-mart kunlari 10-15 daraja iliq bo'ladi. Kunduz kunlari esa 23-28 darajani tashkil etadi. 29-mart kuni kechasi 12-17 daraja iliq, kunduz kunlari 19-24 darajani tashkil etadi. 30-mart kuni kechasi 10-15 daraja iliq, kunduz kunlari 19-24 darajani tashkil etadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.